Ketdimi? Ketdi. Uni ham to'g'ri tushun. O'rindaman bo'lganimda ham shunaqa qilgan bo'lardim. Bilaman. Prosta asam buzilyapti. Menga napres qilib anov bilan yuribdi. O'zing bilasan-ku, qiz Rahmatjonni yaxshi ko'rishini. Ne ishira unaqa qilyapti? Bir insonga voz kechirmas ekanligini his ettirsang, ilk voz kechadigan inson sen bo'lasan. Siqilma. Bu qiz vashi arzimaydi. Bo'ldi, unuting. Men uni unutganim bilan yurak baribir topadi. Qanaqasi? Chunki sevgi xotiradan kuchliroq. Bizani hozir janjalimiz uni Rahmatjon bilan yaqin bo'lishiga yaxshi imkon bo'ldi. Unda yarashib, vaqtingni yarimta qilmasdan. Bitta zo'r planim bor. Yordam berasanmi? Qalaysan? Yaxshi, o'zing qalaysan. Yaxshi. Qara, sen qayerdadir o'qimoqchi eding, nima bo'ldi o'sha? Acting schoolda hali 13 oktyabr kuni ochiladi. O'zi qanaqa o'qishi, nimani o'rgatadi? Aktyorlik mahorati, rejissyorlik, blogerlikni o'rgatadi. 13 oktyabr kuni ochiladi soat 2 da. Nima kayfiyating yo'q? Hech qanday. Bekor qolmasa-da shu Shirinni siqilishini ko'rib, O'rtoq, boshida shunaqa bo'ladi o'zi. Men senga va'da berganman-ku. Sen bilan Shirinni vaqt qilaman deb. o'rtoq, rostdan ham Shirinni sevmaysanmi?